Senda bo'lsa, men bilan qiynalib qolasan. Hozirgi yashayotgan sharoitingdan zo'r sharoit qilib bera olmayman deb aytganman-ku. Ha shu gaplarimdan ham sezsang bo'lardi-ku. Nimalar qilib qo'ydim? Men sizni deb pulli oilamni buzdim. Muzchadi beozor erimni ranjitdim. Tashlab ketdim. Endi gaplaringizni qarang. Agar xohlasang, kichikroq qilib to'y qilamiz. To'y? Qanaqa to'y? Yana kredit olmoqchimisiz? Ha? Ko'p emas, ozgina olamiz. Keyin birgalashib ishlab pul topib to'laymiz. Ha, ozgina ishlasak, uy ham olamiz. Nima? Uy? Hali uyingiz ham yo'qmi? Yo'q, bor, lekin ijarada. Xavotir olma, birgalashib ishlab kattasidan olamiz. Hey boring-ye. Tavba qil.